Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari. Navbatdagi darvozamiz Farg'ona viloyati Quva shahriga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmerlarga keladigan bo'lsak, eni 3.40, balandligi 370 bo'lgan. Dubai fasondagi darvozamiz. Ko'rib sifatiga baho beraverasizlar. Tagi 10 shiveller, yonlari 10 ga 10 profilda bo'lgan 2 stenkasida. Listlarimiz 1.8. Kalka kirish qismiga kalka o'rnatib berganmiz. Eni 1.20, balandligi 2,5 metr bo'lgan. Zamovlarimiz super zamov. Ko'rib sifatiga baho bera olasizlar. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab ustanovka dastlab qilamiz, mutlaqo bepul.